12 kun bitta o'rtog'ingizni hojati bilan yurdingizmi, 12 kun Alloh sizni hojatingizni bitirishda turar ekan. Bu degani hojati borlar o'zingizni hojatingiz bilan emas, do'stingizni hojatidan yuguring ekan. Endi sizni hojatingiz, tasavvur qiling, bugun siz o'zingiz ishingizni yursangiz, to'xtab turib bitta oshnamiz ishini keyin shuni hojatini bitirib berasiz, siz ishingiz Alloh shunday oladi. Bitmaydimi shu? Bitadi. Bugun hamma o'zini aravasini tortgani uchun hech kim aravasi tepaga chiqolmay turaveradi. 30 ta odam 30 ta aravada chiqadi, tushadi, chiqadi, tushadi. Ey to'xta, 30 bitta bo'laylik, bittadan aravani olib chiqaylik demaydi. Demaydi. Hozir men bundan chiqib olay deydi, tapat ketadi. Hasadda musulmonlar hammasi bir-biriga kuykani, ishi yurganda, obro'si ko'tarilib ketganda, xalq hurmat qilganda, yo nimadir yutuqqa erishganda musulmonlar o'zi ko'ra olmayapti. Hozir men internetdagi ko'ylash ishlari nimaga bo'lyapti deb o'ylaysiz? Gadoni dushmani gado bo'ladi.